Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Sizga mana bu Hammasining videoda baholasi bitta bitgandan oxiriga keyin yana ko'rsataman degan bitta chiroyli kvartiram qilib tayyor imzo bo'ldi. qilib Qani ko'rsatib beramiz. birgalikda ko'ramiz nimalarni qildik. 2 sekund. Shoshmay turing. Birinchi layk va podpiska bosasiz, keyin oxirigacha ko'rsangiz qancha xarajat ketganini bilib olasiz. Kvartiramiz 60 kvadrat bo'lishiga qaramasdan interyerda optimal yechim qilganmiz. Buni 3 xonaga mo'ljallaganmiz va neoklassik stilida remont qilingan. Mana ko'rishga xoshkayga ko'rib turganingizdek kattagina shkaf va katta oyna qo'yilgan. Bu oyna xonani keng ko'rsatib beradi. O'ng tomonida kristal sanuzeyimiz joylashgan bo'lib, bu sanuzeyda mana ichida barcha jihozlari o'z o'rnida qulaylikda hisobga olib joylashtirilgan. Keyingi kirishdan keyin mana bu xonamiz bu hol qismi bo'lib, bu yerda o'sha bemalol mehmonlarni kutib olsa bo'ladigan sharoit qilingan va mana bu qo'yilgan transformer divandan 2-3 kishilik yotoqxona hisoblanadi. Keyin sifatlaymiz. Minimalistik stilda 2 kishilik yotoq qo'yilgan bu yerda. Bu yerda oynasi bo'lmaganligi hisobidan ventilyatsiya sistema qilingan, to'liq havoni ko'chadan aylantirib beradi. Mana bu uchinchi xonamiz. Uchinchi xonamizda zal desagan bo'ladi. Bemalol televizor ko'rib o'tiradigan joy. Mana bu divanimiz transformer. Buni yotoqxona sifatida foydalansa bo'ladi. Mana bu oshxona. Bu ayollarning eng orzusidagi juda chiroyli, shirin, qulay. Mana toshlari ham quyma rakvinalar qilib, hammasi o'sha eskistivli toshdan yasatib qilingan. Hattoki partiklarigacha eskistivli toshdan foydalanganmiz. Jihozlari barchasi sifatli bo'lib, hammasi zamonaviy ko'rinishda. Hattoki mana televizor ko'rib o'tirish uchun qilingan. Xullas, narxiga keladigan bo'lsak, bu kvartirani shu holatiga kelguncha materiali va ish haqiga 12.500 dollar xarajat qildik. Agar sizga ham shunday xizmatlar kerak bo'ladigan bo'lsa, bizga qo'ng'iroq qiling va xizmatlarimizdan foydalaning. To'xtang, videoni o'tkazishga shoshmay turing. Siz o'ylab ko'ringchi, bu kvartirani mebel texnika va pardozlash ishlariga qancha ketgan? Kommentariyaga fikr mulohazangizni yozib qoldiring. To'g'ri topgan odamga bonuslarimiz bor.